Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyğur Qurultayının Uyğurlarning məcburi əmkiga chetishliq paxta mahsulotlarining Angliyaga import qilinishini cheklamaganlik sababidan Angliya hukumati ustidan Angliya Oliy sud mahkamasiga arz sunganligi va London yuqori sud mahkamasining bu delo ustidan 25 oktyabr kuni rasmiy sotlashni boshlaganligi haqidagi xabar Angliyaning har qaysi sohalarining kuchli diqqatini qo'zg'ash bilan birga g'arb matbuotlarining mo intayin zo'r qiziqishini qo'zg'adi. Dünya Uyghur Qurultayının əriznomasida asosli javobgar deb shikoyat qilingan Angliya hukumatining 3 organi, ya'ni Ichki ishlar ministrligi, Kirim ve Tamujni idorasi ve Davlatlik Jinoiy ishlar idorasining vakillarining bu qitimqi sotda javobgarlik o'rnida turib o'zlarini oqlashga majbur bo'lishi g'arb matbuotlarining qiziq temasiga aylandi. Sot boshlangan 25 oktyabr kuni BBC, Reuters, Washington Post, Guardian, Amerika Ovozi, Bloomberg, Tory, Muhofizatchi gazet qatorliq dunyoning ko'plagan nopuzli xabar agentliklari va matbuotlari bu haqda bas-basli xabar maqolalar e'lon qilib, Uyg'ur majburiy amki va Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasini qaytadan dunyo kun tartibiga elib keldi. 25 va 26 oktyabr kunlari o'tkazilgan sotqa bosh arzdorlik salohiyati bilan qatnashgan Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Isa apandim bu vaqt chet el matbuotlari qilgan so'zida mazkur sotning Uyg'urlarning majburiy amki badaliga kelayotgan tovarlar bilan chek-chegarasini ayirmaslikning qonunsizlik ekanligini, har qaysi davlatlar hukumatlarining samiga silishda muhim rol o'ynaydiganligini bildirdi. U shundaqla buning boshqa davlatlarda ham shunday qonun tartib boshlash uchun ulgi yaratganligini aytdi. G'arb matbuotlaridagi analizlarda Dünya Uyg'ur Qurultayining Angliyaning eng asosli hukumat organlari hisoblangan Ichki ishlar ministrligi, Kirim va Tamujni idorasi va Davlatlik Jinoiy ishlar idorasi ustidan sotqa arznoma sunishning hozir qadar Uyg'ur majburiy amki masalasiga sal qarayotgan, shundaqla Uyg'ur majburiy amkiga chetishliq mahsulotlarining import qilinishiga ko'z yumib kelgan hukumatlar uchun jiddiy bir ogohlantirish ekanligi qayd qilindi. Jazo lagerlari dunyoga oshkorlangan va milyonlagan Uyg'urlarning majburiy amgak silinayotganligi mustaqil tadqiqot organlari tomonidan dalillab chiqilgan 2017 yildan buyon Dünya Uyg'ur Qurultayi Angliya hukumatini Angliya o'zi tuzib chiqqan qonunlar asosida Uyg'ur majburiy amkiga chetishliq mahsulotlarning Angliyaga import qilinishini cheklashni ko'p qatim talab qilgan bo'lsa-mu, afsuski Angliya hukumati bu talabga quloq solmadi. Neticede Dünya Uyg'ur Qurultayı 2020 yılı 23 aprelda Angliya hukumatini Uyg'urlarning majburiy amkiga chetishliq paxta mahsulotlarining Angliyaga import qilinishini cheklamaganligi sababidan London Oliy sud mahkamasiga arz qilgan va Markaziy Londondagi Yarshar qonun harakati nomli qonunchilik markazini o'zining mazkur arzga mas'ul qonuni vakolatsiz qilib bekitgan edi. 2021 yılı Angliya Oliy sud mahkamasi mazkur arzni qabul qilganligini jakarladi va natijada tunji sud 25 va 26 oktyabr kunlari Londonda chaqirildi. 25 oktyabr seshanba kundagi sotning birinchi bo'lagida sotchilar arz qilguvchi o'rin bo'lgan Dünya Uyg'ur Qurultayining qonuniy vakillarining arznamasini anglab o'tgan. Sotda yer shari qonun harakatining advokatlari Angliya hukumatining Uyg'ur majburiy amkiga chetilgan mahsulotlarni import qilishini cheklamaslik orqali Angliyaning munosabatli qonunlariga xiloflik qilganligini dalil isbotlari bilan tushuntirgan. Sotning ikkinchi bo'lagida Angliya Ichki ishlar ministrligi, Kirim va Tamujni idorasi va Davlatlik Jinoiy ishlar idorasining qonuniy vakillari o'zlarini oqlagan. Ular sotda Angliyaga import qilinayotgan paxta mahsulotlarda Uyg'ur majburiy amkiga borligiga oid dalillarning yetarsiz ekanligini ilgari surgan va bir malning kirishini cheklash uchun cho'qim u malning majburiy amgak chetishliqligini isbotlaydigan yetarli dalil bo'lishi kerak. Shunda biz uni cheklaymiz degan. Qurultayning advokatlari bo'lsa, bizning uni isbotlaydigan yetarli dalilimiz bor. Bu dalillar hukumatning kirgan mollarni tekshirishi va uni cheklash uchun allburun yetarli deb ko'rsatgan. Ma'lum bo'lishicha, Dünya Uyg'ur Qurultayi tarafidan bu qatimliq sotqa topshirilgan hujjatlar nihoyat atrofli tayyorlangan bo'lib, Dünya Uyg'ur Qurultayi va advokatlar Angliya sud mahkamasining Uyg'ur majburiy amkiga munosabatli dokladlar, hujjatlar va sun'iy hamra rasmlar qatorliq nurg'un isbotlar bilan ta'minlagan. Dünya Uyg'ur Qurultayining advokati Groyd Okun Angliya matbuotlari qilgan so'zida o'zlarining bu da'vodan umidi cho'ngligini, chunki faktlarning kuchliligini ta'kidlab mundoq dedi. Biz da'voda o'zimizni kuchli o'rinda deb qaraymiz. Chunki Angliya hukumati o'z Uyg'urlarning vaziyatini irqiy qirg'inchilikqa va insoniyat qarshi jinoyat kuchratadi deb belgilagan. Angliyaning mavjud qonunlari asosida Angliya hukumatining harakatga o'tish talab qilingan bo'lib, ularning hozirgidek harakatsiz turishining o'zi qonunsizlikdir. Bizning bu da'voda o'zimizga bo'lgan ishonchimiz intayin yuqori, chunki faktlar haqiqatni so'zlaydi. Advokat Groyd Okun matbuotlar qilgan so'zida yana mundoq deb ko'rsatdi. Majburiy amgak asosida ishlab chiqarilgan mallarning Angliya bozoriga va boshqa davlatlarning bozoriga bexaraman kirishiga yo'l qo'yish faqat axloqiy jihatdan xato bo'lib qolmay, balki u qonunga xiloflik qilganlikdir. Biz Uyg'urlarning ko'rayotgan kuniga ich og'ritib qo'yish bilan bo'ldi qilmasligimiz kerak.
Belki derhal hareketga o'tishimiz va chek-chegarani ayirishimiz kerak. 26 oktyabr sotning 2-chi kundami sotchilar davomli har ikki tarafning o'ttirib qo'ygan dalil isbot va izohatlarini anglab o'tdi. Ma'lum bo'lishicha, bir qancha haftadan bir qancha oygacha bo'lgan oraliqda sotning rasmiy hukmi e'lon qilindi. Kanada parlamentining Liberallar partiyasiga tava parlament a'zosi Samir Zubayrining Xitoydan qochib Turkiyada panohlanayotgan Uyg'urlardan 10 ming odamni Kanadaga yo'tkab kelib o'rinlashtirish haqidagi taklif loyihasi 26 oktyabr kuni Kanada parlamentida 258 ga qarshi 0 ovoz bilan ma'qullanishi muhojiratdagi Uyg'urlarni, bo'libmi Turkiyadagi qiyin ahvolda yashayotgan Uyg'urlarni alohida so'yindirdi. Parlament a'zosi Zubayri bu vaqtda Kanada matbuotlar qilgan so'zida 10 ming Uyg'urni Kanadaga o'ltiraqlashtirish plani navbatda Xitoyda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik fojiasini azaltishga yordam beradi deb ko'rsatdi. Bundan bir qancha yil burun Dunyo Uyg'ur qurultiyi nomidan Turkiyada pasportsiz, iqomatsiz yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni Kanadaga yo'tkab kelib yerlashtirish harakatiga boshlamchilik qilgan Qurultoy qonun komitetining mudiri, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining direktori Mehmet To'xta apandimmi Kanada matbuotlari qilgan so'zida Xitoydan qochib Turkiya yoki O'rta Sharq ellarida panohlanayotgan Uyg'urlar har vaqt Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelmoqda. Xitoy hukumati bularning orasidagi aktivlarning ovozini o'chirishga va har xil yo'llar bilan ularni qaytarib ekitishga kuchayotgan bo'lib, buning oldini olish aslida xalqarалық bir harakat bo'lishi kerak dedi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim bu munosabat bilan qilgan tabrik so'zida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilgan tunji parlament hisoblangan Kanada parlamentining bu qitimmi yana Uyg'urlarning hayotiga munosabatlik nihoyat zo'r bir qarorni qabul qilganligidan cheksiz so'yinish his qilganligini. Bu munosabat bilan Samir Zubayri boshchiligidagi barliq insonparvar parlament a'zolariga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan cheksiz minnatdorlik bildirganligini ifoda qildi. Dolqin Aysa apandim so'zlagan yuqorqi taklif loyihasining tayyorlanishidan tortib qabul qilinishigacha bo'lgan bosqichlarda mazkur programmaga ko'p ajr singdirgan Mehmet To'xta apandimga va Kanada Sharq Turkiston jamiyatining pidokor rahbarlari va a'zolariga alohida rahmat aytadiganligini bildirdi. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, 26 oktyabr ovoz berishda Kanada bosh ministri Justin Trudeau tarafsiz qolgan. Taklif loyihasi muzokara qilinayotgan kuni Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkiloti, Kanada Sharq Turkiston jamiyati va Kanada Uyg'ur akademiyasining chaqiriqi bilan Kanadaning har qaysi rayonlaridan Ottavadagi parlament binosi oldida kelib to'plangan yuzlagan pidokor qarindoshlarimiz qattiq so'g'uqqa qaramasdan ovoz berish natijasini saqladi. 10 ming Uyg'urni Kanadaga yo'tkab kelib o'rinlashtirish haqidagi taklif loyihasi Kanada parlamentida 258 ga qarshi 0 ovoz bilan ma'qullanganda bo'lsa, Uyg'ur qarindoshlarimiz xushallikdan tantana qilishdi va Kanada parlamentiga bo'lgan minnatdorligini bildirishdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Uyg'urlarning majburiy amkiga chetishlik paxta mahsulotlarining Angliyaga import qilinishini cheklamaganligi sababidan Angliya hukumati ustidan Angliya Oliy sud mahkamasiga arz sunishi Uyg'urlarning muhojirat tarixida tunji qitim Uyg'ur tashkilotlarining chet el hukumatlari ustidan arz sunish bo'lib hisoblanadi. Shunga mayli chet ellik kuzatuvchilar bo'lsin yoki Uyg'ur analizchilar bo'lsin, bu hodisaning Uyg'urlarning milliy harakat tarixidagi zo'r bir voqea ekanligini ifoda qilishmoqda. 25 ve 26 oktyabr kunlari Londonda ilib berilgan sot chet ellarda yashayotgan qarindoshlarimizning intayin zo'r qiziqishini qo'zg'adi. Undaqda Dunyo Uyg'ur qurultiyining BDT bexatarlik kengashining 5 nafar doimiy a'zosining biri bo'lgan Angliyada kuchli bir davlatning hukumati ustidan arz sunishga jasorat qilishi nimadan derak beradi? Buning strategik ahamiyati nima? Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandim bu haqda o'zining qarashlarini bayon qilib mundaq dedi. Xitoyning Sharq Turkistonda ilib borgan bu hashar sistemi, yani bu zamonaviy qulluq sistemi ve shundaqla bu sistemden ishlab chiqargan mahsulotlarni xalqaroga setishni ma'ni qilgan qonunga tayinib turib ilib borgan bu Angliyaninki ministerligini sotqa berish bu da'voning xalqaro siyosatda qandaq bir muqimlik holiga akilishchetdi. Davoni texmi xalqaro siyosiy sahnada ta'sirlik bo'lishini va shundaqla tashkilotlarning kuchini kuchlantirishchetdi. Nayda muhim bir harakat, bir faoliyat. Bu sot, bundaq sotlarda utsa utmasama yanıla bu Sharq Turkiston davosi için nayda ahamiyatlik tarafi var. Eğer de bu utkan ve utmagan takdirdimi, şu misalını eptirip başka devletlerde mi, yani muvafiq olan bazı devletler var, o devletlerde mi ilip bir işe doğru keldi. Bu mu bir misal bu birdi. Yani jığıp kelgen çağda
davanınki xalqarada ilib barğan fəaliyyətininki səviyyəsini köstüdür və təsir dairesini köstüdür və şundaqla davanı yüksək bir pəlliyə ilib birişinin əsasını qurub çıxan boludu. Washington Poçtisi gazetining 24-oktyabrdagi xabarda aytilishicha, Amerika Adliya ministrligi o'xshamagan 3 deloga chetishliq 13 nafar Xitoy fuqarosining josuslik bilan ayblanib qo'lga ilinganligini jakarlagan. Xabarda aytilishicha, bu deloning ikkisi Nyu-York shtatida pash bo'lgan. Ularning birida Xitoy jasuslari Amerika hukumati jazo e'lon qilgan Huawei shirkatini tekshirish xizmatiga to'sqinlik paydo qilishga uringan. Yana birida 7 nafar Xitoy jasusi bir necha yildan buyon Nyu-York shahrida turayotgan Xitoy fuqaroligidagi bir kishini Xitoyga qaytarib elib ketish uchun to'xtamasdan tahdid silish va parakentchilik paydo qilish bilan ayblangan. New-Jersey shtatida pash bo'lgan 3-deloda bo'lsa 4 nafar Xitoy jasusi Amerika tavalligidagi kishilarni Xitoy uchun ishlash qiziqtirmoqchi bo'lgan. Bu jarayonda ulardan 3 kishining Xitoy istixborot organlarining xodimi ekanligi pash bo'lgan. Amerika Adliya ministrligining ministri Merrick Garland bu haqda so'z qilib, bu delolardan shu narsa ma'lum bo'ldiki, Xitoy hukumati Amerika tuprog'idagi haqlarni va erkinlikni va qonun sistemasini buzishga urinib kelyapti. Ammo ular mag'lub bo'ldi. Adliya ministrligi bu xildagi buzg'unchilik qilmishiga hargiz yo'l qo'ymaydi degan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatining mush xildagi josuslik harakatlari yaqinqi mezgillarda ko'plab pash bo'lishga boshlagan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sunduq. Keyingi qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.